Assalomu alaykum. Men Tursunay Zaynaldin. Vatanning G'ulji shahri Kunas Nayasidan bo'lman. Kunas Nayaning Qarbug'ra yezida tug'ilib o'sdim, lekin keyin to'y qilgandan keyin Kunas Nayada tug'dim, G'uljida tug'dim degandek ashtaq turmushim. Men 2008 to'y qildim. 2008 men aşı vatandan Qozog'istonga chiqib ketgan, lekin vatanning odami qozoq kishi bilan to'y qildim bir. 8 sinfgacha o'qigan, madaniyat saviyam men o'rta maktabdan shu maktab bitirmaylam chiqqan, lekin o'zim kasb, o'zim yakka tijoratchi bo'ldim. O'zimning kasbim bor, u kiyim tikish, kiyim laylash shundoq o'qidim. 2000 yılları aniq esimde yo'q. Urumchida o'qib kelib shu o'zim yakka tijoratchi bo'ldim. O'zimning kichikdan vaqtim tug'ilib o'sgan yerim Kunas Naya Qarbug'ra yezisida. Lekin keyin vaqtda to'y qilib Kunas Nayasiga yo'tqilib ketdim. Hozirgi turg'uliq niman? O'rnim Kunas Nayasi Shimpulu Shichuy degan Aştaq Shichuy qarayman men. Hozir maxsus naposim turadigan o'rni shu. Yo'ldishimning naposi ashada bo'lgan, lekin yo'ldishim hozir Qozog'iston grajdan bo'lib ketdi. Burun qashi nimamiz. 2008 to'y qilib 2009 yili biz Qozog'istonga chiqib ketdik. Yo'ldishim ash Qozog'istonda turadi ekan u chaqda. 2009 chiqdik. 2010 yenib bordim yana vatanga. 2010 bordim, berib bir 7 oy, yo'q 1 yil turdim. 1 yil turib, u chaqda 1 yil turgandan keyin yenib Qozog'istonga. Yani 2011 keldim. 2011 kelib 2016 gacha turdim. Lekin men pasport ishlatish jarayonida, hatto viza etish jarayonida biz shunchalik ig'ir jiq to'salg'uga uchraymiz endi u yerda. Masalan, oldidan men deb o'tdim. Pasport yasatqichim shunchalik qiyinchiliklar, hatto viza chiqizishning o'zimi shundoq endi bo'libmi Uyg'urlarga u yerda cheklama bor, boshqachalar ko'z qarashda. Shundoq bo'ldi. Lekin shuningda mening yo'ldishim shu qanday qilsam ib ketmay Qozog'istonga degan Nemis bo'lg'achqa o'z ashaqman Qozog'istonda turish bo'lmasa mening yo'ldishimmi shu vatanda Kunas Nayaning bir cho'ng taldi degan yeri bor. Kunas Nayan taldi degan bir nemisda cho'ng doktor bo'lgan. Ashada operatsiya doktor bo'lgan, 20 yil doktorxonada ishlagan bo'lmasa yo'ldishim endi lekin shuncha xizmatlarini tashlab Qozog'istonga o'zining vatani deb ashaq ketgan. Shuning uchun yo'ldishim meni ochiq ketish maqsadi bo'lg'achqa unga herib qolmay mangdi. Yana viza, yana ashqizib, yana Qozog'istonga yana ketdim. Ashundoq eng oxirgi qitim shu 2011 chiqdim. Qozog'istonga chiqqan vaqtimda tuqqan yo'qlash degan viza ichib bersa Uyg'urlarga ashmaydi ekan undaq viza. Xitoyda ashundoq ashmaydi ekan o'ng'ayliqchi konsulxonalar. Faqat soda pasport bir nima degan vizani ochadi ekan. Shu tuqqan yo'qlash viza bilan chiqqashqa men 5 yil tura oldim. Qozog'istonda 5 yil turishga u yerda turaqli turish nimasini berdi. 5 yildan keyin 5 yil men tug'anda shu o'zimiz oilada yo'ldishim bilan doktorxona ochdik. 5 yildan to'shqanda grajdan beramiz biz degan keyin u yerda turdim men. U chaqda yo'ldishim Xitoy grajdan, men Xitoy grajdanni. Lekin 5 yil to'shqanda o grajdanlik bermadi, u bo'lmadi. Shu bu yoq undaq emas dedi. Endi Qozog'istonda ba'zi narsalar shundaq degan o'zining gap bo'lmaydigan ya'ni ashtax tushunamiz. Sonra keyin o bo'lmadi. 2016'ning oxiri 2016'ning 11 ayının neticesi qilib aniq emas qilib 15 boshqa qo'ydim. Onu biz qaytalardan ketish vizasini olib berdi 14 kunlik menga. 14 kunda nimaga ketish vatanga berib qaytalardan viza qilib kelamadim. Men chegaradan o'tganda o'zimni bir o'yladim endi 5 yil oson emas, 5 yil 6 yilga yaqinda 5 yil to'shqan vaqtda yo'l mangdik. Bir 5-6 oydan keyin bitmagandan keyin qaytib shu 6 yilga yaqinda endi seg'inib ketdim-ku, o'zimning qanday bo'lmasa tug'ilib o'sgan vatanimga kim bo'lsin seg'indi. Shunchalik tashnalik bilan borganda, lekin men undaq bo'lmadim. Men
неме бәмеді де мен қолымдық ойлаған нәрсе болмады менің тұққаларым шүнчілік әміз тәлімдеп келіп ашы шекараның алдымда тосып алған болсын ма менің Қытай шекарасына барғанда шүнчілік чәкіліме ұшырдым мен үйәді аш кіргеннен башлап тәкшүгенде мені бір дімдейміз шығып шындақ сақшылар ашы bir uyga kirib kelib 2 soatdek tekshirdi uningdan ep chiqdi pasportimni kirib ketib uni tekshirdi mush xuddi bir jinoyatchini tekshirgandek ahvolga bordim hatto kunas nayaga bag'is 4-5 yerda mashta tekshirishlar bo'lib ketdi uni biridan biri ig'ir ashunda bir nimaning ichi jizlarning ichiga sep o'tkazdi bir yerlardan ashunda chiqib shunday bearam bo'lib ketdimda 6 yil sig'inib borgan vatanimdan boshqa bir hatto men Qozog'istonda tug'andimda aşı 6 yıl tuğan vaxtımda 5 yıldan artıq turupdum mən 5 yıl tuğan vaxtımda heç qanda bir undaq uçurab baxmağan üçün hətta bir xalqның dövlətidimi meni heç kim bir yerdə şanfan yerin qani yoki mandaq degan gapni anglab baxmağaç mən bir xayran qilib özümə besim bo'lib ketdi nima uchun bundaq tuğa özümüzün dövlət turib nima üçün muştaq bo'lganimiz deb o'ylayman deylik bir xil shu badiq bargan күнің әттегенде сақчы kirdi uyga saqchi kiriblar pasportonglar qani deb so'rab boshlab ketdi shundan bu biz hadamning uyiga borgan birinchi hadamning uyida u yer bizning naposim u chog'da mening naposim shu kunasini burun qilib tug'ilib o'sgan yerim yo'tkilib bo'lgan dedim-ku shundan bular sizlar bizning mas'ul emas mas'ul saqchamning o'ziga beraymi pasportni biz sana bermaymi deb boshladi dedim desak bir xil tizimlab chiqib ketamiz deb tizimlab chiqib ketdi shu u yoqda gap qilmadi hech kim izlamadi mas'ul saqchiga telefon qildik qiluvdik bo'ldi o'sha kelgan vaqtingda nima qilsang bo'ldi dedi uning uchun bir oygacha gap qilmadi bizga bir oygacha biz endi yangi borgandan keyin yana endi u yoqda nimani o'ylamadik tuqqanlarni uyini aralab unda bundoq bir oy bo'lgan chog'da naq aniq kuni esimda yo'q bizni telefonda chaqirdi man telefon qildi kelsanglar pasportlaringlarni akasanglar biz ko'rsak olma deb o'zimizdan saqchi o yo'ldoshim berib bir qitim apirib keldi pasportlarni apirib nima qildi qaytirib beribdi u chog'da 2 pasportni qaytirib beribdi yeb keldi ivanmadimi desam olmadi dedi ha bo'pti dedik shuning bilan yo'ldoshim arliqdi men vizam hech emas mening viza yo'q menda faqat vizamni 14 kun ketish vizam bor urumchiga berib viza qilish kerak shuning bilan yo'ldoshim dedi uning lyuka bor qildichu u chog'da ammo Qozog'istonda lyuka oldi shundaq ixtiyor xat deymiz birni shu u dedi men berib kelay Qozog'istonga endi men kelganim hozir biz bir oy yetib ketdi bundaq yuraversak men uyim bo'lib ketdi degandek men Qozog'istonda turayotgan vaqtimda bir shu yo'ldoshimning bir tuqqanlarning bir bolasini beqib olgandim-ku balam batdi u yerda bir o'g'lim batdi u chog'larda o'g'lim bir 7 yoshlarda vaqtdi u ib ketmagan uni u yerning grajdan shu u bir taraf balam uyda qoldi ansirab qoldim men berib kelay deb u ketdi men qoldim men kelib bu yoqda bir 15 kun o'tmaylam meni yana saqchi chaqirdi mas'ul saqchi chaqirgandim men bordim men mushtaq kirishim olam bu pasportni ag'ashga dedi deb ag'ashib qoldim pasportni ko'rsatganda ep qoldi pasportni eplagan chuqur sevagan dedim ko'rib bergan o'xshaydi deb o'ylab men pasportim men viza qilib borman balamni seg'inib ketdi men kegil hozir mana 3 oy qadam bosdi yo'ldoshim ketdi xeyli bo'ldi men hozir 2 oy 3 oy bo'lay dedi biz kegili men ketmasam bo'lmaydi-ku viza qilib boraymi da'vatma deb dedim yo'q pasportni berishga bo'lmaydi qat'iy beraman menda turaversin pasporting sen uni xiyol qilma dedi hayron qolib qoldimda bir xil bo'lib ketdim shuniki nima ishga deb boshladim bo'ldi men beraman qadam bo'ldi yo'ldoshing kelsin keladi-ku yo'ldoshing dedi ha dedim ortiq gap qilishga men kelmadi shuni chiqib ketdim chiqib yo'ldoshim telefon qildim mushtaq pasportni ib qoldi nimishga ib qoldi u mushtaq endi qanaqa qilaman pasportni devidim shunga qo'rqma bo'ldi men borman dedi uning 3-4 kun qolmay u keldi kelib shunga yo'ldoshim ketlam shuni uni berib bordi saqchiga berib nima qildi aka deb uning pasportini ilib oldi chaqiribdi o'sha yerda shundan keyin bir xil bo'lib ketdik-da nima ish bo'lib ketdi bu dedik bu dedi pasportni bir tekshirib qaytadan beramiz dedi bizga deb bu aldab oldi boshda bular beramiz dedi deb boshladi dedi shuning bilan u yoqqa telefon qilamiz saqchi boramiz bermaydi bir xeyli vaqt o'tdi uning uchun undan keyin biz axir turadigan ko'zimiz yetdi edi G'uljadan kelib biz uy ilib turdik ijaraga bir yilga u tuqqanlarni tug'ilmaydi shunlar tug'a vaqtda shu 2017 4 ayning nechisi bo'lib ketdi uning uchun 4 ayning nechisi
4 айның 15-і. Ма 10-ы ма. Ишкап 4 айның 10-ы біле 15 бір аралығыда. Ишкап ішкістан бір. Шон біз күнәсін аяг бадық, бір іш білен бадық да, яны шу паспортын сорғылы бадық. Беріп, теқе машинада түшкініміз шу біліп бопты да, сақчы біздің кәгінімізді бүтін әмиядыл камерады көріп тұрды ке біздің. Оны біз білмейміз да, бұланың ұндақ нәсілерін. Шон біздің кәгінімізді білді ке, шу замат маң тұры түйіқсіз телефон келді. Телефон келіп сілер нәді деп баштады дегендей, біз hazır ұлжырдың, hazır келдік машинадан теқе үйгімі кірмедік, біз hazır yolдышымыз санысына ойна алдыды дебедік. Тоқтапты әшәді, біз мә hazır барым әді, бек сақчы аштады. Әйралмы қалдым да, шын кептілам, шын бір сақчы машин кептіл тоқтыды, көтіділа. Бина үйінің алдыдыла. Шын тоқтығанды, сақчы түшті ештеден түплам, жүрің бір еді жығын басына, жығын қапырымыз да баштады. Дегенде, ой, мен тек тамақмышмедім, hazır келдім, о 4-5 саатлық yol ұлжы деген, әшәдің келді дәнді жырақ тінес білағымлыға. Бұл мен тамақ ев алай дедім, ой, яқ, еніп келсе, hazır ол тамақ деген кеп исаң болды ғой, ешкес 1 саат еніп келсе деді. Яған кеп қылды да, әшәді, бұланың яған кеп қылдыға аштақ бір адыты ба, хайран қалсыз. Шын дебеде кеп қылмыдым, боптылап барай дедім, yolдышымны аммыды, қысақ бір қыл қоқынышлық еп маңды да, мен еп маңғанды шында бір яңыз болдым. Аша демесіме мен машинға шыққаттым, лекен аяқтан аш әнсіз яны бір сақ шығып, ішкі сақ қоламды тұтыпла ашып, машинға сеп еп кетті мені. Бір қел болып кеттім, yolдышыммен көтеділ қиып қалды да, қолды сомкыға тұтқан бір қарап, әйран қылып, неге бірісілер, мен басам, яқсыз басыңыз болмайды деп, оны ашта қылды, сақшы машинға әкетті, yolдышыммен бір қыл болып кетті да, әнсіріп, бір қыл қоқынышлық қой, бұл немеш көйті бұны деген бір қалыса кіріп қапты, оның үшін мен бадық бірінші қайтын баған лагерінің ашы немі лагер, лекен бірінші қайтын бағанды ол мәктепте, кәсіп мәктепте безіғылықке. Шоңылан ашының дарвасы келіп бұлам еп кірді сақчы деген, мұнда ішіктен кіріп атсам, кіріп атқа адам шында жықты. Шында адамлан әкірет хайран қалдым. Кіргенді бір мияқты бір зал батты, ашында çoğun жығын залы оқшашы залының ашчыға кірді бізне. Кірдім, шо үшігі мағына кірді бір сақшылар білі әгәштіріп кірген. Мұндалық қарсам, елқаның açıdı men emas nurgun adam bada. Şu günü bir günün açıdı mыңdak adam bada desem boldu. 8-9 mыңдakta şu arlıqtamda taraz qilishim men. Qarsam çoğun buaylam ba, mumaylam ba, onun açıdı yaşlam ba, tolusu mumay buaylam jıqtı. Hayran qaldım kiripla. Bir xeyl bop ketdim da goya. Yana oyladım men jığın oqşaydı da ras jığın ekenden jığın qatışıp qaytılgan oqşaymız dedim. Dep şunu kirdim bir xil болып ketdim marmet tutdum. Onun için bir işki ayal qanaqlımız bulan ne uğurlaştırmız. Bu yatıda yani qanaqlımız tamaqım qanaqlımız dep birimizni davat anglap qaldım da çünkü hayran qıl. Onun için işki saqçı meni taşap mаңды qaytıpçı keyniga. Mаңғанды bir xil болып ketip жүгіріп беріп saqçıga yalvadım da şimdi nimda qılsılar sizlar nega barsılar meni ip ketmemsizlar jığın debidinglar o hazır tügüs ketimen uslar bilen dedim. Ketdi saqçılar yo'q sen qalsa biz ketimiz deb başladı. Degan жүгіріп berip meni atagan saqçı manga mas'ul saqçı daim aş mas'ul bo'lg'achqa bir xil o'zim nima ko'ribdiman da yana o'qtay bo'lsinmi uni o'ylamaysiz ham u yerda biz burun undaqni bilmaymiz qo'y hech qaysimiz bir Xitoy undaq qildi birga yashab keldik qo'y ashlar bilan hech qanday bir mengimiz undaq narsa yo'q ashlar o'zi o'ylamasa biz o'ylamaydi ekanmiz. Yani el konum deştim yok, el saqçıqdan жүгіріп berip tuttuğa isilip jığlap ketdim da meni akta men bu yerda qanmayman malay yatıda yan uğurlaştırıp atdı o biz bu yerda nemişki yatdimiz dep aştaq ketdim. Qo'ydim. Alqadi u degan men qarab bir xil bo'lib ketdim çünkü keyin burilib bilan bo'ldi sen jığlama men yo'ldoshingni ip kelay dep aştadi yana degandikin alqa nim qilmadim ketdim. Şuna bilan bir vaqt bo'ptilar. Hamdi Qalsam yani kelteme hilik dep oyladım. Şuna yenip kirip edim. Onun için bular degan jığın yo'q da yerda qarsak. Hech bir jığınning alfazı yo'q da. Şuna biroq birdan o'tgan onun için bir adam kirdi. Kirib bilan aşı nima mayaqti nima ndaq jığın zalı o'xshashmas sahnasi kelib. Sizlar ideyanglarni azat qilinglar, ideyanglarni eng yaxshisi bir Uyg'ur adamga so'zlatkizdi da, bir Uyg'ur boshliq kirib so'zladi. Ashani hakimi dedim birnim. Hech qachon undaq bo'lmanglar, unda ishton narsani o'ylamanglar, ideyanglarni azat qilinglar. Bir narsani andish qilmanglarma tekshirib cho'ng bir tekshirish va tekshirib uni qilib buni qilib deb gapni yasab gap qildi-da u chaqda yana bir xil bo'ldik gap qilmadik shunga eng yaxshisi hech qanday narsani bunda o'ylamay bu bir nemishdi degandek bir ideya bo'lmanglar olmau dedi uning bir chaq bizni hammamizni bayaq bo'ldi deb tugitlar jig'inmi yo'q tushdi tushdi bizni mayaq ip mangdi yatadigan degan men degan jig'ini sapdim ashad
degan үземді қачатлап, жүгіріп беріп, аныңға бір есіліп, сақшылар тұтма деп, ашында башқалар әмделік bu manga biraz bolsun neme sınıp kaptı da oylasam neme üçün bunda bul деген bir miyamda bat demem burundan açta oyla üzemde bir ideyam onda dürüst kömeydi da bulanın qilgan bir besimi manga qabul qılanmaydı üzem şolan oqsam kelip el saqçığı açta demençe silkişlep nemege qılattың men tutattың men ketimen nemiş bu yerga yatattım dep açta ket onun üçün yolduşum keldi el saqçı ip kepti yolduşumni bir tamaq etkizip nemege silip yolduşum ip kepti o saqçı ip kiliş kirgizip pişqip şo kirgen tamaq qaraydigan nada şo yolduşum o vaqravatım çiqravatım men neme üçün qamayslar el saqçığı elqiyadi açta qiplar Baş bir yalnız bu gitmesen boldu onda demesen ertigi men kelip o hemmişni ufqum edip yolduşum yan tasalli berdi onun açta Ekirip ketdi bir uyga bir ikkinchi qavatmi uchinchi qavatmi bir yerga kirib mundaq ash balalarning yotadigan uyini bo'sh tutdi da o'quvchilar yotadigan yani bo'sh tutdilar bizni ashak o'rlashtiribdi bu ikkinchi uyning bir ikkinchi qavat ekan biydan ekan shuni bilan ashada bu o'quvchilar qarasam yotgan ko'plar tayyor shundaqga uyga olib borib bizni ayollarni bir yerga erlarni nega ketdik bilmaymiz o chog'da Şunlarla aşağı uğurlaştırdı. Bütün hemimiz kırdık o cık ayallar sıkışmayı apaşlarla birle bir yenimizde çok ayallar var değil mi olmayla. Aşlarla birle yaptık şunun için. O çağda birinci kedim kirgen vaktimizde onda hiç kandak tayarlıksız bularçı buyruk çıktı yukarıdan. Zaten mıncınayadın bütün mandak tutuslar diyen buyruk çıktı da onu ben yine kutuku kirgen buyruk ya o. Açtaq buyruk geldi bizden amal yok dep saqçılar eniq degan bizge. Unda bolgan ekan ular tuyuqsiz kelgan xabardan lagerni silib tayyorlamag'achqa ular açta maktablarga apirib tiqib 4-orta, 2-orta bir nima degan maktablarga tiqibdi da apirib odamlarni chanda açtaq bizga o'xshash. Shunga bizni açta kasbiy maktab deb aniq ketdi. Shunga oningda iliqindaq uyning cho'ngligi kichikligi odatda bir o'quvchilar yotaqdeklik o Matar 4 metr 3 metr kelgan aşkı bir çoğrak uyu ocağı, xeyli çoğundu. Resmi karvatlar koyuqlıq ocağı köpüler tayyatke, lekin onun içinde bizni ocağda 20'den açtaq bir adam bir ayallar bir yatakçı, 15, 20, 30 açtaq tarçıq qıldı. Biz bir karvat qısılıb bir rət tərtib yox da ocağda. Başqa yaxsaq boldu. Bundaq toqni öçürüp yittinglar, unda degan gaplarmi yo'qdi. Ko'chiramsa yaqamsa o'zimizning ashdan kichkina endi nimetdi. Şu açtaq yattık, lekin salaq chiqishga bo'lmaydi. Ashning ashtadan uya bir qadam saqchilar kelib ishni olib turibmi deb o'chaqda faqat ashta dedi, o'zimizni bildik o'namdi degan gapini bizmi bir nima emas, shu atisi atdiganda butun hammamizni ratga tizilinglar dedi. O kecha uxlamay tong atqizdigan mo'maylar yig'lab o'tdi, mo'maylardan biz nim bo'ldik. Hammamiz haramga borgan mo'maylar ekan, shuna qilsak. Faqat haramga borgan gunohi bor ekan tuqlarning. Deganda bir ishni oldida shu ichida maktabdan o'quvchilar tamoq yeydigan yerga apirib tamoq yegizdi bizni. Tamoqni yegizib adatlab soat 7da apadi, o'chaqda o'quvchilar nima yeydi kech qilib bundaq sayla o bunda mo'minlar bor ashtaq ekan. Ashtaga ratlab chiqib tizilib berib borsak, erlarni matarabga tizib qo'yibdi. Erlar kirib chiqqandan keyin biz yedik ashtaq qilib maktabning oshxonasida yedik tamoqni. Shu yondirib akeldi bizni, yondirib akelgandan keyin bir kun undaq nima qilmadi. 2 kundan keyin darsga chiqsizlar deb bir yerga chiqdi oldi tarafda bir uygacha cho'ng nimaning ichiga undaq o'rindiqlarni qo'yib qo'ygan yerga chiqib eshitdim nima qilmadi. U yerda dars o'tib bir bilan yozg'izmadi. Faqat bir yerning sotning adami deb kelib qonun darsi o'tdi. Undan keyin yana bir nimasida bir mollasi bir yerning nima deydi, imomi debchi kelib imom burun imom anda qilinglar namoz o'qinglar deb buyurdi islom dinining shu o imom bizga unda qilmanglar bundan keyin xato namoz o'qimanglar hech qachon uzun ko'ylak kiymanglar hech qachon yog'liq chiymanglar hech qachon unda qilmanglar hammasi xato bu degan faqat xudo Alloh o'zi kechirsin mushtaq deyishdim qo'rqmangu ashning ichida men ya Alloh ashlarni mashta digizdi endi digiz deb o'ylayman-da nim degan biz hayron qoldik bu nemish bo'lib ketdi deb palayaning imomi deb ba'zi imomlarni tonidik biz imomlarning yesh atrofi shu 60-50 yosh atrofidagi odamlarda qerib qolgan odamlar voy kompartiyaga ishninglar xudoyim yo'q degandek gaplarni qilibchan qo'rqinchli gaplarni qilibdi qarab turib hammamiz bir-birimiz qarshi qolamiz birinchi qatimda hech kim qabul qilolmaydi har qanday biz islom din yana har qanday dindik odamlar va har qanday dinda odamning o'zining dinida u bunda qilolmaydi har qanday shunga o'xshashlar
bir xil болып кеттік та бұл жыл момайла деген бір бірісі қарышып қалды hammamiz gap qilmaymiz tangshabyapmiz mumkinmi uni qabul qilish shu gap qilmay amalning yo'qidan qo'rqqanimizni tangshab o'tirmiz uni har birisimizni tug'izib qo'yib 3 kun 4 kun o'tganda bir ashtaqda nima so'raydi qandaq bo'ldi ideyangda qandaq o'zgarish bo'ldi sen nima tushunding ma o'tgan nimadan masalan kommunist partiyadan boshqa hech qanday xudo yo'q deganda gaplarni jiq qiladi uningda masalan mushtan ideyangda qanday tushuncha bo'ldi ideyanglarni ozod qilinglar hech qanday odam buningkin undan hech qanday xitoy so'zlaysa qozoqcha uyg'urcha so'z qozoqmi bor bo'lmiz qozoqlar bor elimizda bir shu birinchi qatim kirgandimi bir 3-4 bor endi u yerda qozoq oz nimani tutdi lekin qozoq jiq lekin qozoqlarni jiqini kirmay uyg'ur asosi jiq uyg'urda masalan sizlar nimani tushundinglar shunday degandek ashtaq savollarni jiq so'raydida biz nimani tushunamiz hech nima tushunmaymiz javob berolmay o'tirmiz u tushunmagan hech nimamiz yo'q uningda tushungidek narsa yo'q qanday kirdi miyamizga kirmaydi hech qanday narsa bir o'zingiz qabul qilolmaydigan narsani deyotadi-da ular bizga ashta turib majbur ash gapni so'raydi ba'zimiz javob berolmay tilolmaymiz xitoycha gap qilsa hech qanday odam bir og'iz uyg'urcha gap qilsa gap bilmasang xitoycha gap qilma deydi gap qilmaydi o'tda bo'ldi gachi bo'lib qolsang bo'lib qol gap qilma deydi lekin xitoycha bilsang bir og'iz bo'lsin xitoycha gap qilsa deydi bilganlarimiz ba'zi birlarimiz chamimizdan yetishga qilamiz mo'maylar faqatmi bilmaydi ular degan gap qilmay yig'lab o'tirdi shu onundan aşı gündüzleri açık ışıkның aldığı aşı usul oyun deyil mo'maylarni bekadında usuli uyg'urcha emas yana xitoyning bir usuli bor ashtaq o'ydida mundaq qilsa qo'lingni harakatni necha yozil u bechara mo'maylar kun pishir biz kirgan vaqtda issiq bo'lib ketdi mush deganlik bir xil bo'lib ketadi u yerda o'pkarak eslab uning qaramaydi uning bilan chattig'i yo'q bilmaganlarni heli naqsh deyotgan heli xitoycha nimaning naqshisi vatan naqshisi bizni yaxshisi deb o'zlarini ashtaq deyotgan lekin tamoq birinchi ikkinchi kuni o'quvchilarning tomog'idan bergan o'xshaydi bizga keyin 3-4 kundan keyin nacharlashib u tomog'iga kirsak nima deymiz bir hayvonga tomoq bergandek berdi-da biz cho'ng bundaq nimaga bir qaynoq suvdek bir nima to'kib qo'ydi ye qo'yib cho'glarni olib tiqiblam epla ochib suvni quyib berdi-da bizga qaynamagan suvni uningdan qasdi tomoqni shar akab nima qo'yib to'kidi ichida mumkin ishlayotganning hammasi nimalar tomoq etayotganning hammasi xitoyda tomoq etayotgan odamlar qarab bilamiz bizmi bir shundan keyin men tomoqdan qoldim da mening bak nimam yomon qarab choyim ichmas bo'ldim shuning bilan bir yang'izlar hammasi undaq qilmang balam yiqilib qolsa mo'maylar meni bizmi haramga yurpagan mo'maylar bu oshqolmaslik uchun yang deydi lekin qabul qilolmayman yedim yondirma oshqazdim yedim yondirma nima bo'lding deb ham so'raydi eshitdim bo'lmadi bilmayman yondiryapman dedim u yoqda bir oygacha ashtaq turdik bir oydan keyin men xudimni bilmay bir kun kechida yiqildimda yondiryapman bir bilmayman esimni bilmayman bir chog'da qarasam men doktorxonaga olib borgan biroq esimni yig'ibman u chog'da ichida doktorxona yo'q deb jiddiy qilishga cho'ng doktorxonaga olib kiribdi u chog'da yo'ldoshim ketmay turdi har doim keldi shunaqa turdi uning pasportini bermabdi darrov doktorxonaga yo'ldoshimni chaqiribdi bir vaqt ko'zimni ochsam yo'ldoshim akam hammasi kelib bo'libdi bu ig'ir darajada zaharlangan oshqozonni zaharlanib ketibdi dedi deb ana nima chiqiribdi deymiz shundan bular bir haftalik besib davolanmasa bo'lmaydi dedi bir hafta o'kul sep davoldi bular doktorxonada yana baribir doktorxonaga ikki sestrani qo'yib qo'ydida manga u chog'da saqchi kelmabdi ikki sestrani manga javobli qilib qo'ydi ikki sestra qarab turdi mening chiqqan kirganimga hatto eshikni oldiga chiqib ortiqroq o'tirolmayman bir 10 minut kunda o'tiray deb chiqsam ular kaynimdan yugurib chiqdi nega borsiz siz ijroq ketmisin degan deb voy tova men bir yerga ketamdim men sarangmi ketib shu yenib kiramiz yana ashtaq tomoq bir haftadan keyin o yo'ldoshimga men kunda yig'layman emasmi yenib kirsam o'laman men saqqaman bilmayman o'zim qanday bo'layotganimni sen nima qilyapsan demamsan mening gunoyim bo'lmasa u yerda yotamdiq degan yo'ldoshim berib xeyli vaqt yo'lmay berib bu nima gunoyi bor degan doktorxonaning qog'ozini chiqarib beribdi bir parcha bu endi yenib kirib favqulodda shunday tomoqlarni yeb qolsa o'ladi deb bo'ldi bu eng yumshoq tomoq yeyish kerak suyuq tomoq yeyish kerak degandek bu qog'ozni ko'tarib berib yo'ldoshim qolgandan keyin
Учагда лагерьнең башлыгы Бакытжан деген бер бала икән, казак бала. Шуны ул казак балыгы берип юлдашым дәвәгән икән, ул бопты бәк игыр булса, ундак булса иштә киришкә нем кылмаса, кәсин без тизимлеген битиреп чыгарайлы дип. Шуны билеп бер аптадан кин апады. Апырып bir qo'ndim, bir qo'ngan men yenib baga vaqtim boshqachada yana yenib baga vaqtimda lager boshqachada boshqacha bo'lib ketgan. Yo'q, burunqi yerim burunqi eshikdan kirdimmi? Burunqi eshikdan kirmadim. Burunqi eshikdan kirmadim, boshqa tarafdan bir haftaning ichida o'zgarish bo'lib ketganda hayron qolman. Shu chaqda biz bilmaydi ekanmiz, biz mayoq tarafda yuraverganda bir oyning ichida kaynimizda asli sağgan ekanda ular. Tutuş qilib bilan o'ylanib saptida asli o'ylasam. Shu bir haftadan keyin kelsam, oy tarafdan ishga ketilib ketdi, bir töme eshikdan akirdi meni. Lekin yangidan kelinayotgan bir nimalar chiqib akirdi. Agar biz bir yana boshida ikkinchi qavatda bir yerga chiqqanti bir tömir eshik, turma bo'lib ketdi, ana turma emas. Oldida biz erkin kirdik. Hayron qolma, unjala amdiliqim. Shundan u yana anchalik nim qilmadim, men chiqib ketma degan bir kallamda borda, meni chiqib ketdi shu kirib apirib rasmiyat o'tab apadi deblar. Yani diqqat qilmabdim, u chaqda sapsilib o atrofimga qaramabdim menda. Shu qo'rqanchilikda kiribdim, akirib bir tömöş akirib edim. Men kirgan uyda 3 qiz bor shu chaqda. Bir 3 qiz bor, qolgan dars chiqib ketdi dedim, qiz ochdi dedi. Shu kechqurun bo'lganda bir 5-6 qizni yana akirdi mening qishimga. Heliqining qo'rqinchli bo'lib ketdi-da bir xil. Shu yana ideyamda undaq bir yomon o'ylamadim. Jilik qizlar degan yig'layotdi deb bir xil bo'lib ketdi-da. Hada sizni qachon akaganti deb so'rab qarsam 3-4 uyg'ur qiz. Antish o'y men baldur kirgan sizlardan bilmadim, sizlarni ko'rmagandim burun. Dedim, oningcha kechech bir qo'ndim at deganda men ip ochiq ketganga shu Baqtjan degan bala ruxsat beribdi-da, tamg'urib berdi. 3 yerdan tamg'uramda bizim qilib Şunu Tursunay dedi çakırdı. 2004-ay 2017 4-ayda kirgan bo'lsam birinchi qitim. 4-ayning 10'u deb qo'yaylik, 15 işte 15 10 12'sining araligi chiqib. Aniq baş yo'ldoshim buni aniq bo'ladi kuninchi. Men bundan nasib qilib chiqib 10 bilan 15ning araligi. Shu chaqda 10 deb qo'ygan 10. 4-ayning 10 bo'lsa, masalan, u yoqda 5-ayning 10 bo'lsa, şu 5-ayning aralig'ida 5-ayning 10'u bo'lsa, bir ay bo'lgan bo'lsa, men bir ay balans yetib chiqsam 5-ayning 10'lari edi, shu 5-ay 15'lari yoshda. Shu kuni bo'lganda bu rasmiy lager bo'libdi-da, shunday qilsam, yana buni faraz qilmabdim men. O chaqda yana chiqib inson degan o'lib o'zingizni o'ylab qolsangiz siz unday yerda o'zimni o'ylab qolibdim menda, ya'ni unda vahshiychilik bo'ldi degan kallam yenimdi qizlar hada yaxshi bo'ldi, siz chiqib ketgan bo'libsizda, biz bu yerda nima qay vaqt yotamiz deb yig'lashib Elqlar qarab bir xil bo'lib qoldi, nima shub ketib bordi deymay, o'zimni bilmayman-da, o'zim chiqib ketgan kallamda bor. Shuni aytganda men ochiq ketdi. Tursunay Zaynavdon dedi chiqsam, sen yo'ldashing keldi, ip ketgan bo'ldi deb. Shuning o'kinimda ash qizlarni keyin qitim yana bordim, o baga vaqtimda bilmayman, ash qizlarni uchratmadim. Mana kimligini bilmayman. U qizlar kelar jilisi borganda, ya'ni bir qizlar dedi lekin kelar jilisi borganda biz bulto kirgan degan qizlarni anglaganda, endi ash qizlar yana kelar jilisi bormi, yo'qmi, o'ldimi, uning uchun nima bo'lib ketganini bilmayman. Ash o'zimning vasvasaligiga yurib, adam insonchilikda ashna bo'ldiki, deb hozir pushmon qilmayman, hozir o'ylab unda o'ltirib unda qilibdi, uning uchun unda vahshiychilik bo'ldi deganda kallamga keltirmadim endi qamaganda balkim chiqara deganda bir shu chaqda unda bir kallam yo'q. Boshqa o qizlarni mana hech qanday bilib chiroy esimda yo'qda hozir. Hatto chiroy esimda yo'q. Qizlarga sapsib qarmadim-da men. O'zimning havasi chiqib ketaman, qachon chiqib ketaman degan bir. Shuni aytsa shu chiqib ketdim men. Shu chiqib ketgandan chiqib ketib bir oy bo'lmaylam shuni chiqdik. Yo'ldoshim dedi, endi men pasportni so'rayli. Birisimizniki bo'lsa ba'sim deb so'rayli deb. Shu berib so'ray deb so'rsa bu debdi. Unda senikini beramiz. Lekin ayolingni hech qachon bermaymiz. Ayoling Uyg'ur, ayolingning pasportini ber deb ham xiyol o'ylama. Sen qozoq bo'lganliging uchun Qozog'istonga ketma deganlar senikini berib qilishim. Lekin ayoling kelib qo'l qo'ysin. Bularning bir nimasi ashunda kim chatalga maqsa bir odam dam boqib oldi deb Xitoy. Shu ayoling kelib agar sen ketib qilib kelmasang bu bo'lsa men javob berma deb qo'l qo'ysin deb. Ayoling kelib qo'l qo'ymasa bermaymiz deb. Shundan o yoqda 6-ay bo'lganda yo'ldoshimning pasportini oldik. Naq 6-ay mezgildicha. Shuni berib men nima qildim?
қол қойды. Мен сонда başta unutmadım. Ben nemi kun kösem meşelsem, menin pasportum bölmey, senin pasportunu bölse. Sen kessen, men nim bolmay, yana ekirkiti de ola. Hazır sen bu aşkı turp atmay. Çünkü bolmasa ajırışıp bıraklı ket boldu. Seni men kömey, ölsem öleme aşı ekirkit, öldürüp ite bu hak. Bolmasa ip ket dedim. Ya sen ahmak buvatsa, onda kılma, ajırışmay. Men barmen, lekin men kilime. Sen bunun anda bu mıngdısımı oylap boptu ki uçakda. Ben beripli garajdan boluma, önündeki açık gitmeye degen bir plan bak ya. Bu garajdan boluma degende mening demek u yerdan biz misal o'ylaymiz o garajdan bo'lib bu qachon keldi deb mumkin emas o'ylamabdi. O'ylamaymiz-da, evatmaydi. Ya bo'lmasa ayol kishi bo'lganki berib alag deb qo'ysa, meni evatmaydi deb turmush demabdi bu faqat menga. Biroq qaliste o'ylab bo'pti. Unda qilma, sen eskilik qilma, ajrashma degan gapni qilma, bo'ldi. Shuning uchun men berib kelma, ishqa yinib kelma dedim, yinib kelma dedi. Men biladim yinib kelmaydigan ama. İçimde o'yladim-da, bilmandan berib kelmaydi u yerdagi vahshiychiliklar. Uningchi shunda bir qo'rqinchli bo'lib ketdi jahonlarning hammasi. Ko'chalarda mengishmi mumkin bo'lmay qoldi. Ko'chalarda mengishdim, elki bir tutib ketgandeklar. Hel G'uljutga uyga yinib kelib, arliqda shu 6-oygacha turganlik bir 15 kundek turdik qo'y. Men yinib keldim, ag'riryapman ashunaq. Mosh degan yili qo'shnimizni tutib chiqib ketdi deydi. Yili abinada bir uyg'urlarni ekitdi dedi. Yili Navoiyxon nanalay deb chiqsangiz, yili Navoiyxon taqilib qolgan nurg'un uyg'ur yigitlar yo'q. Endiki nimadan berib so'rayman dey, o jandiq nannim uyada bir o'z bir yeydigan Navoiyxonlar bo'ldi, o'tin nanlar deb bir Navoiyxonlar bo'ldigan. Berib endiki uyg'urlardan so'raymanda, "Ma balla shunda bir jiq balla batdim, ya bu Navoiyxon ochmabdi-ku." Desa, "Voy, bilmamsiz, tuning axsham biraqla tutib ketdi" deb. Voy, jiqdi-ku balla birasini tutamiz, hammani tutib ketdi. Voy, hammani deydi. Elgi balla qarsangiz ham shunda bir endi ishchingiz serilg'idakda, shunda bir qirqib qo'ygandek balla, shunda bir tekshirlik. Birden bir çıraylık, hel Navoiyxondek bassangiz nan har xil nanlarni çıraylık nanlarni yoqqa tığılıp qulp sevib tutishdi. Oya, nanni ammay degan bu yilda nan yemay qilayman deb kirib yig'lab. Atis chiqsangiz bir do'konda buvay yo'q. Bir nimasi, mevchi sotadigan balasi o'tiribdi-ki, qallam deshdim yo'q yana. Akini bir nimalarni ag'antim, bir pul qilib qolgan berib o'tay degandim, ras dadangizdan olgan nechi bo'g'oy dedim. Deysam, ilq bal degan ko'ziga liq qilib yashilib o yerda bu nechi bo'lsin tashab chiqib ketgan bo'ldi. Bermasangiz mayli, dadamni tutib ketdi deydi. Heyliq vahshiychilik bo'lib ketdi emasmi? Heyliq qarshi men ko'chada deganlik bir so'qash bo'layotgandek-da. Bir odamning hech qanday xotirjamlik bo'lmay ketdi emas. Heyli qachon hamma odam tayyorlik bilan o'tirsizda, heyli tutib ketamiz, heyli nim qilamizki, qachon menga navbat keladi degandek bo'lib qolsa, yana men ko'nglimda xotirjam, men bir qatim kirib chiqdim. Shu chaqchi kallamda undaq bizni haqiqiy mundaq bo'lish narsa deb o'ylamadim-da. Bu rost bir o'g'inish bir qitim kirib chiqsangiz bo'ldi, kirmaysiz degan bir kallam turibdi emasmi mening? Shu bir orliqda inim oldu. Şu 6-oyda yo'lishim nimani oldi? 6-oyning 15-lari 10-lirma ketdi yana. Nimaga? 15-i nimaga? Qozog'istonga ketdi bu. Shu Qozog'istonga pasportini oldi, elib bilan 3 kundan keyin bu dedi bo'ldi endi nim bo'lsin men aşağı berib yinib kelma deb ketdi. Men biladim kelmaydi deb o'yladim, shunda bo'lsin bo'pti dedim. Bu chegaradan o'tib bo'lib, shuniki menga telefon qildi. Bo'ldi, aman bo'l, men ketdim. Endi ish qilib eng yaxshisi mendan xabar kut dedi, boshqa qilmadi. Shu bir telefon ammadi, men telefon qilsam ammaydi, arliqda ancha bir ip qoladi, ortiq yaqmaydi, qo'ydi. Bo'ldi, men bormayman deb o'chiq dedi arliqda. Deganda men saqchi uni demadim. Saqchi men 2 oy o'tgandan keyin telefon qildi emasmi? Yo'ldishing nima ish kelmaydi. Yo'ldishing, bularning qismi bir odam uchun bir odamni qism qildi emasmi? To'xtamay telefonni qildi, avar qildi. Sen qandaq? Voy, men ag'riryapman, doktorxonadan qog'ozni olib berma. Yana tekshirib doktorxonadan qog'ozni olib berma. Ashta qilma. Ashqazim yara, ashqazim av degan. Shu arliqda ashta so'rab G'uljutlik uyda men turdim arliqda. 2018 8-oyning 3-oyning 8 kuni ayollar bayrami kuni telefon qildi. Tursunay Xitoy. Tursunay kasang bo'pti-ki deb boshda deganini bildim-da men. Shundan keyin nimaga deb boshda dedim shundan keyin. Hamda kasang bo'ladi shu bir so'zlashgan gap bor degan. U odamlar sho'shiyav deb oldi-ku uni hammasi. O haysh sho'shiyav tushunmadi dedim. Bir xil bo'lib ketdim-da men bilman-ku, yana bardan o'xshayman. Uning uchun da bu yana xolos barliqda 2-oyda birinci ayının o'ttirlari 2-oy araliqda keyin
bir inimni bir akamni kirib ketdi mening. Bir inim batda ashadi hech qanday nima qilmay, u bir hech qanday chet elga chiqmadi, hech qanday bir nimasi yo'q. Endi o'yliq jumaga baratdi, masjidlarga atgan bamdatga baratdi. Ashna masjidga berib o'qiyotgan o inimning o'zidan sal shundaq nimasi dini nimarakdi. Shu inimni nim qildi. Shu akamni hech qanday nima yo'q. Akam undaq bir nimasi hech qanday nima topamabdi. Akamni shu chet el bilan aloqalashgan debdi. Men bilan aloqalashganda u kim bilan aloqalashdi? Men Qozog'istonda vaqtida balki men bilan aloqalashgandi. Bir ishonchsiz odam bilan telefonda aloqalashib qolgansan degan bir bana bilan kirib ketdi. Shu bir kuni o ikkisidan telefon kelgandan yuraklarim birni bo'lib ketdi-da. Lekin yana men kiyinib kirma deb o'ylamadim bu. Lekin o'ylamadim shu 8-ay 3-oyning 8 bo'lganda telefon kelgandan beri bildim. Shuni bilgandan keyin saqchaq dedim, men bu uyda hozir yalnız turyapman. Bilsa yo'lishim kelmaganini. Men uylarni yig'ishtirib, ijara uy, masalan men uyga kelsam, meni vaqti qo'shib kelsa bo'lmaydi. Men ijara egasiga deb ammani o'rlashtirib qo'yay dedim. Men uylarni yig'ishtirib bo'lib borasam bo'la, mening kaynimda hech nimam yo'q yig'ishtirdik buni. Ati bir kun vaqtda men 10-chislaga ulgurib borsam bo'lamdi dedi. Men mayli dedi yana. Men yaqında yana konumda onda vahshiychilikni yana o'ylamadim. Birinchi qatim kirgan vaqtidek bo'lsa yana ko'raman, nim bo'lsa men baray. Men o'ylayman, agar shu chaqlarda 10-chilar darajasini bilgan bo'lsam, u harlatni o'lib olmanda, o'lib olmanda, bormayman uyaga. O'zimni aniq o'ltirib oldim. Nurg'un odamlar o'ltirib oldi ekanda, shu o'ltirib olibdi ekan. Shunga ashna anglab qo'ygan. Men anglabdi ekanman-da, birsizlar anglab ketdi. Nurg'un odam, "Hech onda deydi, hech munda deydi" desa, yana men qonlamdi-ku. Undaq ichida vahshiychilik yo'q debchi undaq bo'ladi. Shuna bo'ldi, basam boraman, qanaqa qilaman deb o'yladim. Shuni bilan tayyorlanib 10-chislaga ulgurib 9-chislaga berib bo'ldim. Berib telefon qilsam, men kelsam bo'ldi dedi yana. Degandan keyin 10-chisla tush bilan bordim. Taqchiqana o'zim bordim. Berdim, bo'ldi, keldingmi dedi. Ha dedim. Shaxsan kiyim bir nimami demadi o chaqda. Shu bir ikki saqchi ipmangdi. Şuna yana o'xshash yana shu lagerga apadi. Shu apag'andi, lekin u baga vaqtimda ilq bir keyin miyaqdan yendan ochgan ishik apadi. Yendan ochgan ishik apirib. Shu apag'andan keyin bular lekin o chaqda u ishikka berishdan burun 100 metr yerdan saqchi qo'yib etibdi-da, bular mundaq turdigan undaq tömürlarni, seriq tömürlarni biridan 10 u yerda posterga, uningdan o'tib 100 metrdek mangsizga, uning tebe darvozaga borsiz-kanda, orliq saqlaydigan bo'lib ketdi-da. O lagerning atrofiga odam kelgizmaydigan bo'ldi. O'sha odam yotgan tarafdan tatib qo'ydi, bundaq qilib qo'ydi, ekran ag'izmaydigan bo'lib ketibdi. Shundaylik bir ya telefonni, o'sha 100 metr qolgan telefonni to'xtatsizlar, telefonni ganji qilibsizlar deb saqchi qo'lamni ilib oldi, telefon hamma nimamni. Telefon hamma nimani aka deb sumkalarni hamma nimamni shashta qilib ketibdi. Shundan keyin berib darvozaga borgandilar. Bu kuni shu naq 8-dan 10-chilar 11 12 bir aralıqda 4-5 kunning ichida shundan nurg'un odam tutgan vaqt ekan. Yana bir to'g'ri yeldi degandek ashtaq bir. Men borsam darvozaning tubida 4 avtobus qator turib ketdi ashadi. Odamlar jiqda ichida butun kirib odam ratlab qiladi. Ratlab bo'lolmaydi-ku, qayoq akib qayoq qilishni bilmay ashtaq qotgan ekan. Ba'zilarning ballarining birga ip bag'anmi, ballarini chiqatib, ashad tatib yulib qo'ldan boshqa avtobusga sepib ketib bordi bir yer, naga ketib bordi-ki. Naq 10 kuni shunday ilq darvoza, qar darvozaga shundan mening hayotimdagi eng zulm, eng mening o'lib ko'zim yumilg'icha tugmas bir vahshiy kunimning boshlangani shu bo'ldi. Apadi, lekin ilq darvoza tutib bo'lgan, ilq yangi silinayotganda men chiqib ketgan vaqtimda yangi silinayotgan hamma yer bijirim qilib bitmagan. Birinchi eshikdan kirgandilar bir ishki jallod turdi, eshik jallod u saqchi demaymiz ularni hech qachon. Bir qo'rqinchli eshikdan kirgandilar, butun hamma badningizni tekshirib bir jizdan silib, odam emas, ilq narslaringizni emas, odamni silib o'tkazadigan, ilq jizdan ichidan o'tisiz. O'tib bo'lgandan keyin hamma narsangni chiqar deb boshladi shu bir qur somka-pomkalarni ep qilib bir uyga kirib bir uyning ichidan bir ikki ayol butun badaningizni tekshirib chiqdi. Badaningiz sim, andaq tugma bir nima narsalarni yulib kiyimlaringizni yash turibmi? Odatda kiyimlaringiz ashad masalan tugma kiyimlar bo'lsa yulinmay qo'ysa shashtirib yalang'och chiqib ketishga rozi ekanda ular. Qo'rqib ketib men qo'llarim bilan o'zim yulib ketdim, men yulib beray, miya tumi bor. Bunda jizlim chiqib qolsa ashad tatib odam bor yo'q demay yulib yetib boshlab oldi ekan masalan.
Мен де аш киімімді ешіп кеттім, қоқып кетті. Қарасам алдымда бір аялын аш тақылды емеспін. 70 кеп қалған аял елқы. Қерем момай. Мен білем бір немеде ятты ашы. Елқы момай деген аш жұлып киімдерін. Ол битер момай uzun көйнек киді қамды біздің момайла. Аш көйнекілер кепке елқы көйнекіні. Мәжбүр көйнек кимейсе деген бір мәжбүр бар ғой еді. Шаш дегенде іште мына чоң кішілердің көсарларыма тізіге аз қалған бар ғой енді ашта киіп алған. Аш штан біләл қалды да бір көпайкының майдысы түгімесін жұлып етіп ма, аш көпайкын төпе кидіріп қойды. Мына алдын тұтып алды. Алла тұтып алса. Алла. Мына тұтып алса, сақшы түзді дегенді қолымда алып қыса. Аш мәйдесі итіліп кетеді. Елік бүтін туған әрілі үйет бүтін елік біттерім болмай. Бешедік яғылық бір лат атып жұлғанда чашылар деген чоңы чечім жоқ. Мында ерді чашылар түп кеткен елік. Селем хан деген момай азырғычы. Көз алдым тұрды кейін кірген декен аш момай білен бір камырды яттым мен. Елік мен өземгі қармаппын. Елік паскалла ішчіге әкір. Алла құдайым ашылар немекін көре деп ойлайым. Елік құлығымды алқамында елеш құлды кетмей бір татып құлығымды жырып татып елікіңді қыппеге әліп қан деген әқіп кетпеді құлығым ашында бұлаң талаң чаққан болымыз деп. Олар үлгенме өйтіп демесін. Адам деген шында жық. Мен апағанды күш ауып кеткен уақ. Олар қаласы да 8-ге жәмешті пүтіріп өқтейді құтылмақчы да оларын алдыра батыды. Неге адам шүнчедік жық. Оның әкіріп болыш керек. Ашланы рәтіләш керек. Олардың вәзіпсі шу. Кәйнімге қарап, елік өземге қармай, менің естәртім, елік момайды да, енімді яны бір мән білен кірді ашып бір камерге, бір қыз бат, оны деген аяқ зап туғызып қойды, аяқ шашты. Бұл әсәл таярлық біле кәген оқшайды, киімлерінің әмісінің немесі бәке, болыдыған кірісі. Она бір аяқ тізіп қойды, битер елік момай ішкіміздің киім қаммады да, менің үстімді бір ақ чапының бат, оның түгімдерін үзбәтті ішімді бір майкам біле қалды. İşten kiyip bağın, onun rızınkısını julup ile bağın diye maçalı kısıp aldım yerimde. Kolamdaki ilki, putumdaki ayağını yaştırıpla nemi kağandı. O aralık karsa bir kızının nemege açık git bağın bilmeyme. Bir kız çık git bağın kız vardı ki. Bir kızını ip, men yaptı da ya doktora ip mağdım, ya vakitlik bir yak ip mağdım. Şu kalam kiyip kaldı, bir yerde ayak kanmasına dep putumda şunda bir yaxşı ayağım var. El becer kız içinden çıkıp attan kızın putuda ayağı yok ko. Nemi kişneme lanxay söylep çıkıp ki elek kız tutumlu mani kiyip çıkıp gittiğinde dep elek kızga berip etmiş. Şu kalam kaldı da elek oylaptım eşat qaz o ayak kaldığını emakdı. Düydüm oy hada rahmet dep o kiyip çıkıp ketdi. Şu menin putum bir lanxaydan birine bädi anda ayağa tuz koydu. Közem elek üzemning vesveslik buvatqınımga jığılmaptım elek momayga jığılaptım men de qarap. Onun bizni bir da sızık. Baka seriq sızık qatat sızıp qo'ygan. Ешкімді ақсызық. Шыны отырды маңады екенбіз біз ұяқ бұяқ да нем қылышқы болмайды ке. Ішкі сақшы тарапымыз барды ке. Алды кәйінімізді яны мұғалым сақшылар маңады ке. Елік момай ба елік қыз бір нәтчімізді 5-6-мызды рәтләп ip маңды бұла. Кіріп атыма қаламды елік момайға қарап тоға нем болып қалды қи. Нем болып кеттіл деймен де елік яны тоға мен бұрын İkinci kıtım kirişim deptimi. Yani ben gekittim elqiyatça. Yani tek ümitim bada aşladım. Aşta ümitim bada. Biz rahim kıldı diyen bir ümit bada. Onuncular vəhşi boludu diyen yan yok. Yok. Nemige ayta gekittim ben. Mualımga. Üzemçi yana. Vatıldap ben bu. Ben ikinci kıtım kirişim bu. Bunda bu. Nem bu ketken manın için. Nemiş bunca özgürüp ketken dep. Aşta kıtım. Yapaz duvanın bir yer gep kılış ruhsat yok mu bilmemse. Kandalığın eli kirgendi körüse de başladı diyendi. Немді атқанды деп яна үзі қырып кеп, қымыдым алдым қырып маңдық. Бұрақты әкіріплі кәтті бір егі. Шу бір қатта селініп кетті. Еліқының. Аш біз кірген лагер башты әкірген немені бинаның кәйнігілі сапты де. Қата еліқі. Әрбір шаучиларға бір үй салуды ғой. Шының оқшаш дәрваздың кіргенді кен. Арлығына мындақ қылып. 5 қабат қып сапты. Әмін 5 қабат, 6 қабат, 5 қабат. Серік бина қып сапты. Әмін. Серік биналаны. Onun o keyindeki binalar erle turdan, aldığı binalar nemi turdan başta saptı. Çünkü bizde başta kirgende bayaqtını bir burun silingan binanın bir qavatega kirdi. Burun yatqan şu ikinci qavatmi o ya keyin yani ikinci qavat bilmeyim eniq emas ish qilib. Lekin aşı bir tömö eshiklarni açtı. Tömö eshikdan açtı akirib bir qavatning ichi jaraqshib kirib barimiz turmining ichiga bir vaqt bir akirdi bir nemege birinci, ikinci, üçüncü,
төртінші үйге апарып қалмады бізді. Бір ішкі мындарақ ичағылық туған ішкіне әтта төмір ішкіне мында ичпәмейді ке кеңірек. На қысып қойды, ашын қысып оштақ кірсізге. Семізләк аялла болсы кіремей, оның біле чаттығы жоқ, аш қоңы бір тепле ішкіге кірейді кеш. Сүрініп ашын ішті кірпілі кәссіңіз есап ке, олағы бұл ағырып кетті ғой бір ере бұның. Яқ, онда жоқ та. Елік ядан қысылып мен антибактериямыз болмаш кіріп кеттім, кейнімде елік момайына кірді бір жағда. Ол момай бітер тірілдеп, жаш деген көзден иқваты да елік. Әмді көз алдымда азыр тұрды, әмді көз алдым кәлтесем қоқынышлық бітерінің. Іштіге жоқ, елік. Кейнімден яны бір нәтчі қызларына әкелді. Оның ішінде бір 20-де көп кетті. Бір өйінің ішінде солап қойды. Елік тынықыңыз деген, елік өйінің тарлығы шүнчілік 2 метр маяқ ешіп кәсі. Маяқы бір 3 метр де, шында тар үй. Еліқының ішін тықылдырып, яны бірнімені құп қойған бір карват ма, бірнімені бір ішкіштал. Еліқыныңды деген карват ятқалай, карват ядыды, яды, бір әмді еліқі қоқсызда, ниндайме түшендіремейсіз. Тықылып, мұшында қылып 20 адам деген оасам мұ? Шоңылан еліқ тықылып яттық. Шоңылан бір уақыты бірсіде де обырнеғі чықышқы болмамды. Бір күнді бір қитымын обырнеғі чықышқы болды. Onun деген башқа вақыт чықышқы болмайды, аш челектіні іші құп қойсылар. Нем болсаң шу деп ашты деп. Бір яқшы кеп жоқ та, бір адамның яқшы кеп шықмайды. Ой, тола, нем болып кетті бұл. Дәріл олқы беріп, маяқтың дерезі бар ке, дерездің қарап тұрдық та. Шу күні біз кірген өйнің дерезі, кішігірек, еншіке келген дерезге бір егізлігі 70 сант, 60 сант кеп қаламды ке аш дерездің. Лекін төмір біләм ұштақ қыветкен арылығым немді көрінді, күн көрінмейді. Аш төмірдің yoçuqdan қарсың сырт көрінді ке. Беріп қараваты мәнде шу күні бір күн бір адам деген әкіріп атыдым. Менің кәйнімдің кіріп кеткен адам. Төт аптыз адам рәттап кіргіз бұл. Әтіс кірді өгін. 3-4 күн ашта тоқтымай адам әкелді да. Яна алылық көріп қалымыз аштан. Бүгін яна адам әкепті. Бүгін яна адам әкепті. Әміміздің қалысы шу де. Kimne kelgende öz uyada öz-özünü oylaştan kalısız. Kimne kelgende kim yani kepti, nim bovatıdı diyen bir vesvesçilik bulup gittiniz. O aralıq deyilki 3 minut çıkısılar diyen o bir neye çıktı. Allah. 3 minutun içinde o bir neye olsa diyen bazı adamdan onun içinde çıktı adam. Kosa ağırıp gidiyordu. Bazılar bir ottağısı keldi. Oy, bir жағы сақшылар деген. Болмамса деп, қанды бір қыз қылып. Ой, мен қандай қылмай бірден отырып алай деген қосым арды деп, тоқтай ақылап, бірісін ұрыплы жықтықта есін. Ел қыз деген чеқырап атыды. Бірісі, ой, қия, жия, болып кетті, ел қияды. О біріне қағанғымды тойып еді. Болды зады. Отамасам, отамай еніп келей дегендер ашында ел açık. Аш 3 минуттың açık кіріп қолыш керек. Может деген бір байран қалысты. Шоңлан мындақ бір сылио челегіне қоп қойды ішчеге. Оның дересі болмаса, оның іші нем болмақчы оның іші. Илық жақ адам біле, амал жоқ, о бірнеге ұттырсыз оның арқандақымыз. Әміміз бір екен аял кіші болғанлығымыз үшін, яна, о аял кіші болсақ оның зәхәрі қанчылық. Әтті илқынға еп қойған ағыз бәмейді илқынанға. Мен нәтчі кетіп, дедім, немешке, мен аз болсым ешқыл білкі. Бәзілер білуді, мен аз болсым, елдішім біле 5 жыл доқтырға аштым. Аз болсым илқы немені білемен де, бұл зәхәрліклігіне қанчылық. Bu deptime bir gün tek yana ma zehirlik bu bulmaydı de. Onu işkizmeyen hoş boğuna dep sakçı o çıkıştı dedi. Hayran kıp gapını qılmadım yani. Elak onun elak işine tök işki sakçı kural tutuplam işki sakçı işkitirap turdu. Şu arlıqta bir endi udulumuzda bir öyde açtık. Bir Қазақ kızlar vaqırap atıdı da. Men Қазақ grajdani nime üçün meni qoyup etmeysizler? Men Қазақ grajdani tursam, men nime qamaysizlar deb elak kızlar vaqırgan avazi şunçilik çıkıdı elaklardan. Men Қазақ grajdani tursam, mening көк pasportum tursa, neң бар mende, neң бар? Men nege qamaysın Xitoy deb degan vaqirab. Bular Qozog'iston Xitoy deb degangan u. Yana saqchi kelib, yapa zuvaningni yapa deb ketdi. Yana kelib, eli buningda men batarya gapiribmiz deb atdi. 3 gün el kızlar degan yemeyme tamağını meni qoyup et deb yana tepide kelipçi tümöşni. Başta qarşılık qılıp 3 gündeki yo'q uni o'chadi qizlar. Ne ketdini bilmayli qoldik. O'ltirib etdi ularni ya chiqadi uni bilmaymiz da. Lekin o'ltirib etdi deb u chaqda inson chiqmaydi. Lagerdan adam chiqmaydi qava. Shu u ashlar bilan birga yotgan bir ayol keyin bizni 3-oyning natijasi kirdim men. Onu
Onundan arlıqta bir qitim saqçı kep so'roq qildi meni. Bak ig'ir darajada emas, u chaqda faqatla rastangma bä deb qo'rqitib sal. Undaq töme o'rindiq bog'lab qo'yib, o'tag'izib qo'yibdi. Bir töme o'rindiq undaq o'tirsizga ikki putingizni undaq bir basilla undaq qishanib qolgan go, unda bir nimasini charsliq qisliq qishanib qolib ikki qo'lingiz o'ta o'tag'izib qo'yib sal so'roqlarni qilib ketdi. O qitimda o'yinchilar bir ig'ir nim bo'lmadi, salam dedi. Men shunga nimani deyma davadim ochiq vetdi. Bir 3-4 soat davomlashib. Ashta bir necha qitim ashta so'roqlarni qildi, lekin undaq ig'ir bo'lmagan. Shundan bir bu yerda 2 oyda turdik. 5-ay mezgil bo'lgan vaqt, 5-ayda. Bizni yo'tkaymiz bu yerdan sizlarni boshqa yerga biz hamma o bir nes ichida nima saldiq endi. Shu yerga yo'tkaydigan bo'ldik dedi. Elq o chaqda chilaklarni qo'yib qo'yib ashta 2 oygacha biz degan rasmiy joylashib bo'ldik-da, hammamiz ko'zlarimiz ko'maydigan ashta bo'lishga aylandik. Shundan keyin yo'tkab bir tömür uyga apadi bizni. Unda tömürden sağanka o bütün tamla tömür, töpsümü tömür, yazlıq bir uylar bo'ldi, tömürden sağan uydaki başqa pişenmeysiz uy. Bazı yerleri plasmas yılqında. Silyoq o'xshash, ba'zi yerlari ashta tömür. Yengida sapdi yilqini sep qurmay turibdi bizni akirdi. Saygan pang deb dedi. U uzundan ketgan zalga o'xshashdi. 200 metr kelamda kemamda ashta arliq bada, arliq kichkina men olib kirdi qo'yaga. Men bek yaqin asha uydan chiqib bilan mashinaga akirdi. Amma ashada bundaq mayak kirgizib turib, ma uyni sep tayyorlab olib, mani akirib ashta yo'tkab turdi bizni. Adam degan tiqilib ketdi. Uningga qarsak odamning jihliga akirayotgan, chiqayotgan doktorlar uningga nurg'un odam ko'rsida ichida arlarmi shunda jiq bo'lib ketdi. Mana bundaqda qarab bayqaysiz-ku. Maning odam baka deb boshlab menga vaqtingizni ko'rdik. Bizni ochiqishning o'zida saqchi degan ikki taraf mush qator tizilib turib, 5 qadam 10 qadamda birdan saqchi turib degan ashunda tizib qo'yib ashunda o'tirdi mang'izib o'tkazdi-da. Biz shunda xatarli odamda shular uchun. Oy. Şunda hammalar qildi. Menlar dedi o'zimizning yo'q bir shiktal kiyimimizni oldi. Uning uchun bizning ustimizda hech qanday kiyim yo'q-ku. Bular kiyim kiydirdi kirgandan keyin o'zlarining alqinda birlik kiyimlarni kiygan, unda rat shaupu kiygizmagan boshda. Shuni bir qo'ldan bir bak kiyimlarni tashlab bergan, shuni bilan yurdik. Undan keyin heliqi tömür uyga appagan chaqda tömür uy endi bitibdi. Yotqan ko'pimi yo'q u yerda heliqi başta kirgan yerimizde bir 3-4 adamga birdan yotqanlarni tashlab bergan. Uni yo'q, haliq yerning so'g'aqligini bir 5-ay mezgilda bir so'g'aqga uning ustiga tömö degan odamning badani yeydi. Kirgandan keyin og'rib ketdi, yo'tilayotgan adam, uning ichida og'riyotgan o butun odam degan yo'q. Bo'p ketdiqda bir nima. Dugdarab yotqa yo'q o'tirmiz. Uningga qo'ymay juyinmasanglar bo'lmaydi deb so'g'aq bir ashunda suyni başta monchi biznimalarni ashta qilib beribdi uning ichiga, lekin o so'g'aq suvga. U zadi juyinmasanglar bo'lmaydi degan ashta buyruq tushdi, yilqining juyinmasizlik so'g'aq suvga mo'sh degan heliq selim ham bo'lmay, mening yinimda yotgan bo'lmay bek hojizda ichimiz. Yana bir apashma og'rib ketdi ular degan, mo'sh degan heliq aldab titrab yilqining ichida. Hammamiz yo'tilyapmiz, uning qaraydigan nim qildigan odam yo'q. Şu bir gün men şunda qattiq bo'lmay qizib o'zimning da uningdan boshqalarim og'irdi ashunda so'rab apirib tashab qo'ydi. Undaqlar jiq uni ham tafsili desangiz bakchiq. Lekin o'zimning bir bo'g'inimda bir kun ashta kechida jibarga mang'izib qo'ydik bular. Kechida ashi 2 soat 1 soat ashunda bar mang'isiz vaqtni o'zimiz belgilab olamiz. O chaqda keyin qildim Sayabang degan yerga chiqqan chaqda bizni 15 odam 14 odam bir uy qamadi-da. 13-12 arlıqdan hemimiz o'xshash emas. Biz 13 odammi, 14 odam ashta turdik. Bir qizni keyin ochiq ketib yo'q. Nakatda bir yerga yo'tkaymiz deb akitib tutam, kechida yo'q qilyapti. Kechida ochiq ketadi bular. Har doim kechida zodi bir o'zgarish bo'ldi. Biznikini ochiqimiz boshqalarni o'zimiz ko'rib turmiz derizdan. Bular kechida ochiq ketgan ashta bir nimaga aylandi bular. U bir nimaga aylandi. Uning oldida oyada tug'an vaqtimizda uni biz bayqamaydik, sezmaydik-da. Bizning ichimizda unda kichik ketib yo'q bo'lgan. Ana kelgandan keyin bizning ichimizdan bir qiz chiqib 3 kundan keyin yo'qolib ketdi. Chiqib ketib ketdilar. Keyin bir nimalarni epman dedi. Chiqib ketdi, yo'qolib ketdi shu bit. Shu biz 13 bo'lib qoldik keyin. Shu nimaga chiqqandan keyin bu bir kun men ashta
соғытып кеттім білмеймін қызып кетіп кеше сағат ашы 11 болған мезгілдім жықылдым мен ұқмаймын ашадыламашы құдымды білмейлім жықылып едім бір уақытта сақшы жүгіріп келіп мұғалім шақырай ма деп айтады дейді қыз неме ішідегі бір аялды де мені үйлеп қалған пақат үйлеп мен қопқадек мадарым жоқ лекин біліп тұрып жатырмын бұлардың гипін аңлап жатырмын шөнкендір ой тұрсынай бәк болмай кетті деп айтады дейді сақшы келіп андас мұғалім шақырып келе деп кәттігі бізге мәсул болған сақшы мұғалімі бар ғой бір әшәді ятады екенміш бір үйде ол келіп шөнкен келді жазира деген хотын қазақ хотын белini tutup қарап тұрып кетіп кешеден бізді ұқсатмайсыздар ғой өз өлмемде бір неме өз сорғы жоқ бұның бір жатқызып қойыңдар қандай қылмен мен келсем қайнақ су әкеліп берген уақытым жоқ менің деп бұрылып кеттелік сақшы қарап қалды енді пост тұрған сақшыларның ешқандай қылыш оқуы жоқ екен де соны келіп сақшының бір қыл сақшының ашып бір сәй аштақ жоқ бір қыл іш жағырғандek болды мен білдім содан кейін бір уақыт қол белқия деген гипін аңлап жатырмын мен жауап бәгіде қалым жоқ та оның айынымды қызла мені өліп оттағызды болды тұрсынай біз апарып жатқызып қоялы сені болды мен жыбарғы орныңа мен тұрай деп бір қыз аштады деді деп мен аста апарып карват демесе мен ташап қой өзім рас болды да рас апарып ташап қойды мен со ташап қойды шын бірден жатқанды кішкене оңшалдым оңшалғаннан кейін су деп ұқсаймын шу мен бір уақытта су жоқ деп еді пақат су жоқ қандай қыламыз бір стакан су әкеліп берген болсаңlar деп илқы сақшыларға дейді хап болмаңlar біздің ондақ немеміз жоқ дейді да сақшыларның ондақ пақат пост тұрышке олардың су әкеліп камерадан көріп тұрды ке олардың бір немелерді көтеріп әкеліш немесі жоқ ке пақат ондақ бізде онда болмайды мен көріп қалсам мен амалым жоқ болмаса әкеліп беретін деп сақшы шында ашты деп кетті дейді гәп қылмадық шоңынан неме қыз болды деп ұштады де оның қылқындақ бір обырненің сүйі бар да обырнені ашына ішіп қытты ұяды шыққан жерімде обырне бар обырненің сүйі мүмкін ме обырненің сүйінемді қарқанда ішмейміз ғой оның іші деді ой яқ болды обырненің сүйін ішкіше өлгенім яқшы болды ішмей болды дедім мен болды әмді ұқсап келсем бір нім бола ма дедім деп қылмадым оның бір уақыт етіп ұқсап қалыпты ма үйге шыққаннан кейін зұлым башланды да үйге шыққаннан кейін бұлар рәтке түшіріп еліп үніндікін беріп әрекетіне башлады бұлар тұйықсызлам қызланы жоқ қойды да бұның іші тұйықсызла бұл қызлар сараң болып кетеді да әттегенді сараң болды да бұлар бұл сараң болып қылыш немесе әттегенді yüzü берді мен шының айран қалдым да лекин біздің камераның ішінде онда болмады башта удулымызды бір камерада аштақ удулымыздікі бір үйде бір қыз ятады қызлар бір күн әттегенді чыр аваз шығып кетті шының нем болғанды ел қыз деген бір уақытта жүгіріп беріп немеден қарап тұқанды біздің қармаңла деп сақшылар ашты деп тұрдым десем инсаншылық қараймыз ел қызны мына көріп қалдық чалып чаш деген еп өзін қачатып ұрып жатыр деді қыз оның деген жүгірішіп келді аяқтан келді аш бір еп шығып кетті бірдеме қылып укол сеп әкеп қойды бірдеме қылды деді яны ашта болды оның келді сараңла доктор әкетті деп жоқ қылып әтті қыз не оныңдан аштақ бәзді аштақ бір қызның ашта болып қоқап кетіп чиқырап кроваттан түсіп кетіп пұты сынып кетіпті деді күнді қарсақ біздің немеден алған дәріске мындақ өтішіді ғой олар мындақ төт біз жатқанда мәселен 14 13 12 аштақ өйлерді әрбір аялланы бөлгенде ашындақ өйдің 4 үй 5 үйді бірләштіріп ашық дәріс өтеді да бұл айлықы дәріс өткен шақты ма ашылықы қытайча дәріс мәселен ашта яны бұрынғыдағылар қанун дәріс дегендек қанун қытайның тоқтамай андақ балны аз туғмаңлар бұның деген бал тұққан адам соттылынады дегендек үйге шыққаннан кейін біз бір аз болсын ма шарайтымыз оңшалды деп ойлаған лекин үйге шыққаннан кейін бізде тегім өзгеріс пайда болды оның алдыда үйлерде кішкене тамақны береді әйеді ешқандай тамақ әкеліп берсін дұрысырақ әкеліп беріп ашта қылады адам жықиып кетті неме себеп болды тамақ еткіземін аш қылыш бізге болды да аш қалдыға іш пайда болып қалды ұяда шонан пақат аш қалымыз пақат тамақ бәзді жоқ әтта тамақ шарайтым жоқ қызлар шуныңдан адамлар бір қыл ағырып қалдыған ашындақ болдыға іштен жықиып кетті ұяда жықылып қалдыған беш айылынып оныңдан тұйықсызлы келіп мындақ оның жерде бәк шықты оның әммесін десеңіз мұштырқым мындай онан тұйықсыз келіп вакцина салымыз деп бір күні ой қан илеп біз тәкшіріміз деп бір чоң аптузны тоқтатып қойыпла ашы лагердің ішіге келіп тоқтатты аптузның ішіге әммені орнытып әткен ке аш бір неме ма баштан әкіріп а баштан ашық кетеді де
Аптозан майышкыдан кіріп, майышкыдан шығып кеткенше әммен тәкшіріп шығып келеді дейді. Оның деген мош деген, мошта қан деген net çıkıtım alıp da bir adamdan neçe yağızı kan aldı. Neçe yağızı kan dep şunda jık kan alıp. Hele özü aciz biçare jıkılmay nim boldu. Onundan jıkılıp kalgan kançılığın adam. O jıkılıp kalgan adamdan açıklık ketedi yok da. Onun için de bek bulmay ahvalık kep kalgan adamda yoqap ketedi. Zaten ekitedi doktorga apırıptı. Doktorga apırıptı. Falan boptu dep. Onundan çıkkan dikele sizlerge juqumlanması üçün vaksina sevatımız. Dep 15 günde bir qayta vaksina saldıgan. Doğru bir aş payda boldu. Ondan deкен bazı adamlar aş doktorunun nemesimi özüm qamış bolup qalgandek bolup qaldı. Bir xil gap qilmas aştaq bolup qalsız. Onundan aytqanda tuyuqsuz anda açıq kelgan näs başlandı. Bizning nemening içinde biz yatqa yadaqning içinde çoğlar jıqtı. Momaylarçı bir 5-6 momay qızlardan şu 5-6'sı barmdı bar bolganda. Şunun bir hatta ben bahçada aşkına size köyünüm menin bilen tanışıp 3-4 kız çıktı da men bilen belli bir kızını ip çıktı. Onun sırtı yani bir ayalını. Bakın. Nindeyimiz balı tuğup şu balını artık tuğdun da kirge ayalı. 6 bal tuğup dike o ayal. 6 bal tuğup şu 6 bal tuqqanlık üçün jarimani sepip dike onun tölep dike bolmasa bu qitimda şu aşı şunu bana akirip bu ayalını. Bir günü şu ayalını ekitip aşnaq 2,5 gün 3 gündek aşnaq sorak ekeldi iş kılıp. Şunday uzak vakit keldi o ayal. Şu kelgendikilam o ayal degan beşini kötüremey xudunu bilmey aş yetip ketdi. Bir eğiz ulamı demedi. Hatta saqçılarını akep koyup onda adatda yetiş emas. Mana muştaq o'tlasыңыз qetip muştaq o'tlasыңыз qattiq o'rindiqda tizangizni tutib bir kun midirilmay o'tirsa degan buyruq bor da. Ya ders chiqmasak o'tirsiz. Hech qachon karvatga berib birdi kichkina yumshoq o'tirg'olaychi desangiz ruxsat yo'q. Butun gumuriy bo'lib ketadi uni ochib odamlar saq emasda butun ketgan. Ashta bo'lib ketasiz. O ayolni o kuni yotqinla ruxsat berdi 1 soat. O'zim hayron qoldik. 1-2 soat yotsin dedi. O ayol badani ko'taramay darajaga keldi. Shundan kashqirim bo'lganda atismi menga shu kuni kashqirim chiqib menga shu nim bo'lding deb men yina beribchi nim bo'lding deb so'rab edim yig'lab bo'ynim boshlab qattiq yig'lab ketdi gap qilolmaychi yig'layotdi tushunmadim men nim ichimda o'yladim men nim bo'lganda buni qattiq urib ketdi deb lekin juyingan chog'da men ko'rdim bek endi chiqilib nimdayman juyingan chog'da berib uning nimaga bo'lganini nima ish uchirganini bildim-da. Chunki undan az vaqtga yetmay o'zimning beshim kelganda berib bildim. Aşağı kirgandan keyin boshlandi bu so'roq. Aşağı 5-nji ayda yo'tkidi, u yoqda 5-nji ayda onu qammaylam arliqda. Men ep chiqdi bir qitim so'roqqa. Shu so'roq chiqqan chog'da ash qizning badinda ko'rib qolganligim uchun yana men o'ylabdim, uni bir narsalar bilan azoblab, qiynab o'qishgan o'xshaydi deb o'ylab qolib. Saqchi qarshilik qilib qopdim men kemen. Ashunda nimaga qilgan bo'ydim. Hozir ba'zida o'ylab qolaman. Hamda biroq chidab turammoqdek bo'lsiz. Chiqqandan keyin bu so'roq qildi boshda ashta o'tag'izib qo'yib naq 2,5 kundek bo'lib ketdi. Ashunda ashti bir kundan ashti ashta 2 kundek bo'lgan chog'da o'tag'izib qo'yib u yerda bilinmay qolsiz-ku. Qarang'i uy u to'xni qay vaqt bo'ldi, qancha soat bo'ldi sizga soat qaratmaydi u. O'zlari soat qarab ish qiladi. Lekin nechilik o'ta mening farzimda ashta bo'ldi-da 2,5 kun bo'ldi deb o'ylayman. Keyin kelgan vaqtim qiladi dedi 3 kun bo'laydi. Buni sen akab dedi. Şundan biroq tamoq berdim. Qo'sig'im echib, yenish buni tamoqni o'ylaydi. Undan ketdim. Meni töme o'rinda bog'lab, qiynab, pula urib baqdi meni. Chechimni kaynimga tatib turib degan ashunda askilib baqdi. Shunda bir amdilik. Biroq tamoqni qo'yib, qo'llarim qo'yibdi-da. 2 kun ashqancha qo'yib tamoqni yemsa deb o'tazib. Xitoy chiqib ketib, qozoq bola kirib berdi tamoq. Qozoq bola batdi. Ash qozoq bola ekan o'qish mumkin. Akirib tamoqni oldim qo'yib bu ashxondan kelgan mo'yliq tamoqni shu akab tamoq qarab qilam yurgan turib demayman deb boshladim desam nimasiga necha vaqtni ochib qolding qancha kun bo'ldi tamoq yemagansan nimishga yemaysan tamoq yeb ol deb boshlagan yemayman dedim yig'layapman-da
Yemeyme. Shit dedim Laqiyat. Sen nima uchun akangni avatib Laqiyat endi men sening yo'ldoshing qozoq ekan deb aldi gaplarni qilib bo'ldi endi menga shu so'roq jarayonida yo'ldoshing qozoq ekan. Ha? Sen o'zingning qozoqini avatib yani meni so'lab qo'yib nochi bo'lsang aşk bil meni ep chiqqan Qozog'istonga shu'tdi u nimaga chiqqanlik so'roq shu men qo'yilgan so'roq Qozog'istonga nimaga chiqding u yerda nima ish qilding qanday tashkilotlar bilan aloqa qilding Rabia Qadir bilan aloqa qildingmi bir deydigan bularning bir teppagan Rabia Qadir borku qanday tashkilotlar aloqa qilding dunyo uyg'ur qurtuluvi bilmayman u yoqda men Rabia Qadirni bilmayman o'zi to'ntib bo'ldi Xitoylar bizga rasmlar mashaq qilib o dunyo uyg'ur qurultiyini tushunmaydigan vaqtimda men rost gaplasam bilmaydim-ku biz unda siyosatga aralashib boqmagan ashta qildingmi Amerika seni quturtib atamdi sen aşağı berib Amerikaga nima deding nima qilding qanday tashkilotlarning nimasi men hech nima qilmadim men bir qozoqqa tegdim chiqdim uy tutdim undan boshqa 5 yil doktorxona ochdim hatta bir Olmutga o'zim yolg'iz berib boqqan odam emas 5 yil jarayonida men yana grajdani bo'lmasam nega bora olaydim men mushaqni pasportlar tutdim uqmaydi emasman shu achchig'im bakil ichimga patmay turgan odam saqchi qozoq saqchi balni eslib bilan bosh o'ltirib yeta bundaqa deb deb vaqirab ketibdim emasmi shu balalik bir xil bir nima deganmidi menga u bir nima demadi-da shu qo'yingiz deb qoldi u jindi bo'ldingizmi deb deyishigilam oyoqdan qanday kelgan bilmayman mush beshimmi mushta tegdi-da bir kachatmi bilmayman mushmi endi keynida Xitoy kiribdi-da keynida chiqib ketgan Xitoy mush qilinib plamash jiqildim nimaning tuga beshimni mushta ko'tarishga ulgurmay qoldim tepib ketdim mush degan bir nima bilan urib ketgan o'xshaydi beshim qiyib ketdi o'sha orliqda beshimga bir nima bilan urdim deb o'ylayman mush bilan urdim tushunmayman deb bak qattiq tegdi bir kishining mushi bo'lgan ekan balkim qattiq ekan deb o'ylayman o'zimizni u yoqda tomoq mishmay undalab turganda u yoqda nimaga kuchimiz yetdi biz bundalik qilgan darajada shu mush tepmaydirim urib ketib bordi qo'sqim dislab ketib bordi shu qattiq dislagandichu burchaqda chiqib boshda men mana tepgan chaqda bir nima bilan urdi deb keyin putti degan saqchilarning oyog'i qanday bir amchaklik bir oyog'i bor undaq lomtomedak tegadigan oyoq mush yana qopmay yana o'rnimdaqchu bundaq qo'limga tutish qo'ligamay qoldim emasmi qo'sqim dislab biroq bilmayman uni keyingisini bilmay qolibman bir vaqt ichim bir yalnız bo'lib ketgandek bo'lib ketdi ichimdan bir ish qilib qo'sqim yerilib ketgandek bo'ldim ichimdan bir nima etilib chiqib ketgandek bo'ldim ashtaq bo'lib ketdim bir shunga biroq voy bo'lmadi undoq qilmang deb bir skeplamchi bir nima debchi xitoychilab voy dedi uning bir skep yo'lida uning ichki saqchi so'rab ip mangda bilmayman az bilyapman lekin aniq bilmayman ko'zim qorong'ilashib ketdi shuni ip so'rab ochiq ketdi og'zini buzib tillayotdi xitoy degan bu haq ashunda bular uyg'urlar shundoq bu ko'dingma joyilligini mush ishdan bilmam deb biladi bu erini chiqaryapti deb tillayotdi men xitoychilar ham bilib turyapman gapmi javobmi qaytaradigan nimam yo'q shuning uchun biroq so'rablar akvet kameraga olib men o'zimni kameramga yotgan yerimga keldi akaga vaqt shu ip manga vaqtida shu asli qo'sqimni ishlandoq bo'lmabdi shu ichimdan qon ketibdi-da uni men o'zim sezmabman yotoqqa kelgan vaqtimda biroq bildim voyjon men bo'lmayapman ichimda bir nima kaplashib qolgandek bo'lyapti deb qizlar dedim bular qizlar voy nima bo'ldi nima bo'lgansan nima bo'lgan u bir niyoq badim uni qarsam degan bo'lmay ketdi buni yugurib berib oladi dedi bu ma tursunaybek bo'lmay ketdi qon yiqib ketib borib butun badan degan og'riryapti qo'rqinch qilib ketib bordi deb boshladi deydi uningchi saqchiga beshdan bo'lmaydi u normal ish-ku ayollarning undaq bo'lishi gaplam ketdi gap qilmadi meni yondirib chiqarib nima kichkina yotqizib qo'ydi uningchi yani yotma tur o'tma deb boshlab o'tqazib qo'ydi o'rindiqqa o'tdim u bir ismni bilmayman o'tdim bir soatdak mana yotqizib bilan qo'yib qo'ydi shuningdan boshlab qo'sqimning ichi og'rib yurdi to'xtamay bir oy 2 oydak ashunda yurdim shu oraliqda og'riyotgan oraliqda bir kuni meni qizlar bilan ep chiqdi yenimda bir qizni ep kirib ketdi yenimdagi uyga shu es chiqib qolibdi menga u bechorani men o'ylabdi menga urayotgan o'xshaydi deb o'ylabdi menga u
pek ig'ir zulm uchirdi ovozi degan endi ish qilib ovozni qarsamdan hozir ondan keyin men kirganda bo'ladi dedi buningda tek qon to'xtamaydi bir nima deb xitoychalar paranglashdi shunga yana kirib so'roq qildi bular bulaylik atay qildi so'roq qilish jarayonida bo'lg'izdi bu ishlarni rostdan demsa demamsa rost gap qil nima uchun ering undaq bo'lmadi degandek so'roq bilan boshlab oxirgi kelganda ib kiringlarmi yoqqa uyga dedi ib kirib rasmiy ularni nima qildiki deb o'ylab qolibdimanda boshda unda bir undaq azoblaydi undaq qiynaydi unda tok asbab ishlaydi degan kallamni kelmabdi 3 odam 3 qitim lekin bir qitimda 3 odam lekin keyin bilmayman düzenmelik ba'zida uni taraz qilolmaysiz nima bo'layotganingizmi nima ish bo'lganimi masalan u faqatlamiliq tajovuzlik bilan to'xtab qolmaydi ularni u urib qiynab uni masalan nima deymiz faqat men dedim uni bir u faqat undaq emas ularlik o'zining bir nafsini qamdirish emas undaq emasda ularni u xiyoliga kelganda qiladi ham urib ham qiynaydi ham lekin aniq bilmay 3 qitim lekin temir asbab bilan qiynag'ini bir qitim jami 4 qitim bir qitim muxbirga ashtaq desam birisi ashta deb 4 qitim deb desam men uni amdilik shu qatorga kirdi chunki u uning qiynashini deb tushundiramagidek u bir odamning ayollarning jinsiy a'zosini birini sip qiynash degan o'ylab odatda biz bende bir tasqi uni deb tushundiramagidek nimaki ularning qanday qurollari uni men bilmayman hech qanaqasi julib ilib olgandek bo'lib ashta qiynaydi masalan shuning uchun birisi ashta debdiki nimada muxbirlar ashta debsiz bir qitimda 4 qitim debsiz bir qitim 3 qitim debsiz degan shuni tushunmay qolibdi birisi unda bug'ni u shuni qator kirdi endi meni haqiqiy ashunda jinsiy tarafdan nima xo'rlanishim 3-4 qitim bo'ldida endi ashta asbab bilan u keyin qitimda odamlarning qiynashi 3 qitim da endi ashta chiqdim shuningga men uni ba'zilar tushunmay aniq bo'lish uchun shuni sizga deb qo'yay deyaptim hozir birinchi qitim deb chiqqanda shu 3 odam aniq bilaman lekin yig'lamayman hargizmi cho'qim ashlarning jazo tadilgan kuni ularni ko'ymay hech qachon Allohdan so'rayapman o'lib qolmay ey Alloh ajilim to'shmasin ashlarning cho'qim mush qisosini olmay o'lib qolmay deb men ashlarning so'roqi tortilib sotdi ashlarning javob berishini ko'ymay o'lib qolmay deb tilayapman lekin menga o'lib bo'lgan odam baribir hech qanday mening hayot suygunim bo'lmasa jismim hech qanday ruhim o'lib ketgan lekin faqat bu dunyoda hozir raskamni qilsam sizlarga o'xshash sizlarga qilishga tegishli ishlar deb o'ylayman uyg'urlar har qanday uyg'urga rahmat demayman chunki qilishinglar kerak uyg'urning yigitlari nima ish qilyaptinglar bu yoqqa chiqib po'q terib yamtinglar shuna qilmay vatan da'vosi qilmay nima ish qilyaptinglar qilmaganlar nalat ishlar yurdi hayvonlar lekin uyg'urlarning hammasi shunday qilish kerak undaq vijdonsiz bo'lib yashiqcha o'lib qolgan yaxshi lekin har qanday bir davlatlarda masalan boshqa muxbirlarga shunchalik hurmat qilmay rost gap qilsam buni deyish mushning ko'ngil bo'layotgani uchun bo'lmasa nimkori biz bilan shuning uchun buni anglab mushta qilgani uchun men har qanday bir boshqa davlatdagi boshqa millatlarning bizga ko'ngil bo'lib bunday qilgani shunda rozi bo'lmaymiz shunga bo'lma o'zim hozir o'ylasam ashlarning yana shunda naqchilikda yurayotganiga hayron buning yana odamlarning ishonmayotganiga hayron yana ashlarning hech qanday qilmadik deyotganiga hayron odam insonga qilmaydigan inson qalbidan chiqqan tarixi zulm u mayli uning o'rniga ursa bo'lmanda men shunga deyman uning uchun pek so'roqchiq bo'ldi necha qitim chiqdim men u so'roq necha qitim chiqsiz lekin u hech qanday bo'lmay qoldi tayoq degan narsa u badandan o'tadi lekin bularning ayollarning bu ojiz tarafidan qiynash degan bir odamning hayvonning qilmaydigan ishi bir unda qiynash degan bir qiliqmi deb o'ylaymanda bu
Şunun o qitimda aş kız işkimizni ip çıkıp etdi. Biroq o kızını ip çıkıp ketdi, kendi meni ip geldi. Lekin o kız şu gün başlap bulamaş sarangdek bo'lib o'tirib qoldi da. O'tağa yeri qadılıp oturdu. Hiç demege qilmaydi, gap qilsaqmı. Bir necha kundan keyin sal o'ng'algan bilan gap so'zdan qoldi. Manga yig'laverdi shu. Gap qilmaydi, ashtaq bo'lib qoldi. Lekin u yoqida bir necha o'tmay yenib ochiqdi meni. O kendinden 3 qitimdi. Bildim de. Özüm beşim kelgen çağdı bir. Ondan keyin berip o kızla nima uchun da bo'lib qolgandi? Heliq ayolning altida tutgan ayolning nima uchun badanlari anda bo'lib ketganlarini, masalan badanlari qarsam ishtalib etgan. Shuning uchun. Shundan keyin berip şu aşka men onun içinde hemmesi deydi açıkçılık, ağ buluş, mesela paskına tamak emez nesi birdi o su, kuruk su. Mesela kuruk suğa kar gürüşünü, gürüş boğan mı bu kıynaş. Hazırkı vakit kar gürüşünü tepiş mi ters ko kar gürüşünü tapanmaydı, teslik tabudu. Bular nelerden tep aldığımı bilmeyim. Bütün şunda bir bayaşet var hazır, kanda vaziyet, kanda jahan. Kar gürüşünü bir yerlerden tepip açtığın suyunu kaynatıp yapıyordu da bizge. Bir günü Elk kar gürüş bilen mındaq tuxumdek mom akap beradi. Elk momini akap berse, o yetmey qaptı bizning nimege. Ishki kameraga yetmey qaptı. Ishki uyga yetmey qip, qağa uylarga yetipti. Aç qaldıq da, Allah'ım elkning bilan shu beti kechlik saat 5 mushni tushdan keyingi vaqtim boshlab kech soat 11 bo'lgan bo'lmadik deb ochliq degan haqiqiy amanki men burun ömrümüzde biz tug'ilgan yaqinda ochliqlar bo'lib boqmadi qo'y, unda bilmaymiz shu ochliqning unday yomonligini sezib boqmabdi ekanmiz. Eliq qo'saq degan echib ketgan bir bilan men saqchiga degan yolvorib tizlinib açtaq yolvorib ketibdi men. Bir kichkinam non bo'lsin akab beringlar deydi, onun uchun bir bizga mas'ul o kuni boshqa bir muallim bo'lib qolibdi ekan. Muallimga daycho'man deb o'sha yana saqchiligida ketib deydi, o kuni Uyg'ur muallim ayol bir o'qituvchi bo'lgan ayolni akab masalan muallim ayollarni akilib uyaga o'qituvchi qilib buni qaratan qilib qo'ydi emasmi ashtaq qalbini o'xshash ashtaq bir ayol yosh yesh quram ashtaq kim iliq bichara ayol kelib tursunay qanday qilaman rost qarasam chiroyligingiz bek tattir ketdi qanday qilaman nonni nerdan topaman faqat non yo'q deb ketib men yegan nonlarim bo'lsa qarab boqay deb mushtarak bir nonni ko'tarib keldi. Iliq nonning bir tarafı kökür ketibdi. Nereden tapdı ki? Akap bulup bunu bersem ağırıp kalasızmı? Kökegen nonni bersem kanda bula dep endi ekenmey dese o mu iliq aşçılıkta endi resmi birsimiz yigide ko'p ketip barimizda. Onda dep manga gap qilsa men kanda qo'lim tiqqanim bilan töshükten qo'lam tiqib qo'ldagi nonni julib apti menda. Oy, yo'q mayli kökegen bo'lsin deb iliq nonni ilib shuna og'zimga apirib qarsam iliq yenimda daim bana iliq bazda o kız nonni jiq yeysam bo'lmaydi deb bir qiz batdi sal qan besim boshda qizdi. Iliq bichara men qarab turibdi ekan iliq. Hammamizning aşkı o'shkimiz jibar tug'an shunday kechilik. Iliq men yeyishga faqat nima bo'lmadi da iliq qanda men yolg'iz yeyibdima degan bo'ldi iliq. Iliqdan sundiriblar. Bervidim uy tova degan kichkina non tusa uning nemisini men yeyman dedi. Shu yog' bo'ldi sho'rg'ina ishkilimiz sho'rsak bo'ldi dedim. Ya yılqınımda oştup apıp onun ağzı onu mesela onu may saldım seni o degan ko'zdan yosh yiqyapti yig'layapti yilqin ağzı sepib sho'rayapti yerimni men sho'ra ko'kagan nonni sho'rayapmizda shuni o'zi bizga bir kichkina nima bo'ldi-da tasal hech qanday narsa topolmay qolsa yeydigan ikkimiz ashta yilqin yeb xuddi bir shunda bir qo'sig'imiz to'ygandek es qildik bir-birimizga shundan gap qilmadim uning uchun vaqtimiz to'shdi ikkimiz yetib uxladik men o'ylaymanda biz ashundaq u bizning yotgan lagerimizda bizni bo'lib o'tgan yana bir ish qilib qolibdi buningda bular bo'lib yetdi-da